Assalomu alaykum guruh ahli barchalaringga salom. Navbatdagi obyektimizdan bo'ldik. Qo'ldan kelgancha bir ko'rib baho berib o'rasizlar. Uchun mana shogirdlar ham tayyor bo'lib qoldi. Mana sistemamiz tak shogirdlar tortdi. Shu qo'limdan hunarimni olyapti mana. Yaqinda kelishiga qaramay, mana shogirdim juda sekin o'rganib oldi. Endi bag'i pixini yorib o'rgan shogirdda bu. O'zi kichkina bo'lishi mumkin, lekin juda shustri. Kelajakda mashlarga уже ishda topshiraverasizlar. Xizmat bo'lsa bexijolat murojaat qilaverasizlar. Ko'rsatib o'tamiz binomizda. Hozir biz 2-etajdamiz. Yuringlar shoirlar pastga sekin-sekin. Pastki qavatga tushyapmiz. Mana nihoyat pastki etajga bir balo tushib oldik. Pastki etajimizning ko'rinishi bu xonadonimiz tak remont bo'lsa, уже mazza ko'tini isitib o'tiradi uyda. Mana shu bino уже podval qismiga tushamiz. Qisqa tanaffus bilan, pauzam bilan уже podvalimizga tushdik mana. Mana sistema qilindi. Tarqatuvchi bu polnisida. Hali katta ustunovka qilingan yo'q. Endi kelajakda uyda xo'jaliklarini pul ko'payib ketib qolsa, bitta hoqqa katta yo'ldan ustunovka qilamiz. Xudo xolasa deyapti shogirdlar mana shu. Men shogird kuydirgida, men shogird kuydirgi. Sizlar hali ishingizni qo'lingizdan olib non bermayman sizga deyapti. Ha shogird? Shunaqa mahir. Bunisiga po'xo'y, bunisiga ishlasa bo'ldi bunisiga. Kimlarga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bexijolat sochlarni bosib ketdi, murojaat qilaverasizlar.